Bayraming bilan qaynim. Rahmat. Men o'zi mana bugun 2-yanvarda qaynam soat 4 bo'lyapti. Men ochanga 31-dekabr kuni ichmayman dedim. Sen yana olib kelibsan, endi bu qiyin bo'lyapti-da, o'ldiradi. Bor endi sen ket, bugun payshanba ekan, qaynab uyiga ket. Haydamang, pochcha. Nimaga? Uyda janjal bo'lib yotibdi. Uyda janjal, tinchlik yo'qmi uyda? Tinchlik yo'q. Sen men bilan qolsang, mening uyimda tinchlik bo'lmaydi, qaynam. Pochcha. Ha. Uyda janjal. Nimaga? Dadam bilan oyim ajrashmoqchi. Bu o'tgan safar ajrashgandi-ku. O'tgan safar ketib qoldi. Ketib qoldi? Ha. Bu gal nima bo'ldi? Bu safar kelib qoldi, pochcha. Japarmi? Ha, qo'shni bilanmi? Qo'shni. Momoy bilan. Oying ham ketib qolgan. Endi oyingni oyisi yo'q bo'lgandagi qahri boradi. Bayramlar bilan. Bayram. Mayli, yot, meni uyimda yot.